Assalomu alaykum, hurmatli kollektivimiz. Biz mana har doim yonimizda bo'lib, safimizda yurgan Shohistapa shoir opalar, sizlarda shunaqa baxtli kunlaring yetib kelganidan biz juda ham xursandmiz. Bizni ham shunaqa kunlarga yetkazsin. Hammamizni niyatimiz o'zi shunaqa sizlarga o'xshab bexato hech qanaqa nimalar desa bo'ladi. Chipa deymiz-ku, shunaqa narsalarsiz bu kunlarga yetib kelishdi o'zi bo'lmaydi. Sizlarga katta rahmat, mingdan ming rahmat. Bor kuchlaringni berib shu chaqaloqlar reanimatsiyasida mehnat qilganlaring uchun endi rohatlarini ko'rish nasib qilsin. Biz endi nima deydi, ketganlaringdan xursandmiz biz-u, lekin shunaqa yoshlarga yetganlaringdan juda ham xursandmiz. Farzandlaringni bag'rida mehnatlaringni rohatini ko'rib mazza qilib yashanglar endi. Bo'limimizni nomidan sizlarga ozgina o'zi hammamiz tortishdik. Mehr-Niso televizor olaylik dedi, kimdir kuller olaylik dedi, kimdir mikrovolnovka olaylik, kimdir tilla olaylik dedi. Endi bu o'zlaringni nimalaring qilib esdalik ditaringga, esdalik qilib bo'lim nomidan bildi bering deylar. Baxtiyorjon bering. Sog' bo'linglar. Bu Mehr-Niso siz bering endi buni. Bering endi sizlar ham hadi biz beramiz. Rahmat, mehnatlaringga Rozi bo'linglar. Sog' bo'linglar. Gapirganlaringizni ham so'raymiz. Hammadan ham yetishmayapsizlar menga. Rosa yetishmayapsizlar. Eng zo'r ishchilarim. Hammalaringga rahmat. Sog' bo'linglar. Gulnoza gapiring. Mana uni olasizmi? Egallaringga ham shunaqangi kun kelibdi. Haqiqatan ham mehnatlaring juda katta singan. Shohistapa aynisi. Endi men Shohistapa deyapman, hozir hurmatim. Biz Shoqiy, men doim Shoqiy deganman. Men bilan meni sanitarkam bo'lgan, rod zaldan birga ishlaganmiz. Juda zo'r ishlaganmiz. Uchib yurib ishlagan. Endi hozir sal nimalar o'zgargan, yoshi katta bo'lib, lekin shunaqangi ham qizlardek yugurib yurardilar. Sochlari uzun, etagidan ham uzun sochi bor edi. Men birinchi ko'rganimda qiz bola deb o'ylaganman, lekin unda уже ikkita farzandli bo'lgan ekanlar. Juda ham zo'r ayol bo'lganlar. Birga rosa ishlaganmiz, to'g'rilarimizda ham aytadiki, nima deydi, akusherkam bo'lishi ham, yo'q, nechtasini o'zi ham tug'dirib qo'ygan opam, biladi. Boshqa akusherkalarimizda birga chunki tug'ruq ko'p bo'lgan. Zo'r ishlagansiz, doim bilaman mehnatingiz juda ham halol bo'lgan. Sizni ham Shoir opa, ilohim farzandlaringdan ko'ringlar. Ilohim hojilarga borish ham ikkalaringga ham nasib qilsin, oilaviy borishlar nasib qilsin ilohim. Bag'iga chiroyli nima deydi, ibodatlar, chiroyli qarilik gashlarni o'tinglar, chunki hali sizlar yoshsizlar, nevaralaringga qarab, kuchga to'lib, baribir ham bekorga emas. Endi bemalol to'yga borasizlar, qandaydir marosimlarga borasizlar. Voy, meni almashtiray, bir narsa qilay demaysizlar. Bemalol bag'iga sizlar nima deydi, o'zlaring erkin qushlar mazza qilib yurib, ilohim qarilik gashlarini mazza qilib suringlar ilohimda. Ilohim sog' bo'linglar. Men ham shu fursatdan foydalanib, meni eng aktiv kichik tibbiy xodimlarim, lekin постоянно men masalan shu dejurstvalarda, navbatchiliklarda kattalar ishda bo'lsa, ko'nglim xotirjam bo'ladi-da. Keyin xursand bo'laman, voy bugun kim dejur, voy yaxshi Shohistapam ekan, hali ko'nglimiz to'q bo'ladi-da, chunki baribir hali kattalar, ustozlarimiz bo'limda bo'lsa, qandaydir bo'limimiz ham tinch bo'ladi. Hamma yo'q joyida bo'ladi, chiroyli navbatchiliklarni chiroyli topshirishadi, ko'nglim to'q bo'ladi. Hamma shu hamshiralarim nomidan shu opalarimga uzoq umr tilayman. Ilohim bolalaringni orzu-havaslarini ko'ringlar, shuncha chiroyli ishladlaring, shu mehnatlaringni rohatlarini ko'ringlar. Ilohim endi hamma yo'q qizlarimni nomidan, hammasini nomidan tabriklayman. Ilohim hammamizni bizni ham yetqizsin, shunaqa chiroyli sizlardaqa nafaqaga chiqishligiga yetqizsin ilohim. Hammalaringga rahmat. Shatda ishladim, Xudoga shukr, farzandlarimni o'qitdim, uyli joyli qildim. Xudoga shukr, kamligini ko'rmadik. Mana sizlar bilan shuncha yil ishlab, 31 yil ishlabman. Xudoga beadad shukr.
shartlardan hammalaringga katta rahmat. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar hammalaring. Sog' bo'linglar. Kasabalar hammalaringizga rahmat. Bizni shunaqa yo'qlab nima qilganlaringizga sizlarni ham hammalaringizni Alloh shunaqa kunlarga yetkazsin. Hammalaringiz bolalaringizni orzu havaslarini ko'ringlar. Hammalaringiz hajlarga borib ziyoratlar qilib kelish nasib qilsin. Hammalaringizga rahmat. Anjonlaringiz sog' bo'lsin. 1-oktyabrda ustozlar va murabbiylar kuniga taklif qilamiz. Bu hozir bo'limda kuzatuv bo'lyapti. Unda Ves markaz bilan birgalikda sizlarni kuzatamiz, xudo xolasa.